Kimlerligine bizge kelibizdi. Persona model agentliği stüdyosuna. Rəhətən uzun şaqırabız. Kimlerligine işten şaqırabız sizni. Şütsildəgi üstəliyanına, kimler üstəliyana vardılar. Özünüzge en joyla, en rəxət orunlar alıp oturduğunuzdan ötünəbiz. Rəhəm ediniz, hürmetli qonaqlar. Biz ne? Bir kişi mezgilden başlamış olabiliriz. Я пришел, ее не было. А Дима говорит, ее нету пока. А это не который там ходит такая в платке? Белая такая, как мой. Я ее спросил, она говорит, нет, это не я. А, да? Да, соседом. Ну да, такой сейчас пришел. Я-то ладно, еще ты там ходишь туда-сюда. Меня раз попал, раз не попал. Просто помолился, увидел, да, попал, не попал. Да. Помолился. Hürmetli qonaqlar, endi bir barliq şaqırası ham ko'rasi kelgan kishilarda kelib jetdi deb shunga ko'ra barimizni da o'rinlarimizga chaqirib qolamiz. Biz birinchi bizdan boshlaymiz. Yaşaganda yaşayıp, yaşaganda yaşayıp, ay yıldızlar güller koysunlar. Matırdamış kırık, sözlerime bulayım, gereklerinde bulsunlar. Hürmetli qonaqlar, endi barimizda chaqirib qolamiz. O'zingizning o'rindiqlar yonida joylaraq, rohatroq o'rinlarni olsangiz, biz bir shot bo'laydik. Ham endi tag'in bir ma'lumot aytib kerak. Bugungi motor bizning taqdir etuvchisi turdan-tura translyatsiyalanishi. Shunga ko'ra modellarimiz chiqqan mezgilda turib bosib, o'rtalarga kirib yurmasangiz, biz big shot bo'laydik. Biz bunda bordik o'zimizning ko'rasi kelgan kishilarni chaqirdik. Shunga ko'ra biz maxsus soqchilar aqronni chaqirmadik. Ko'ngilli yollar tilab qolamiz. Rohatlanib, o'zingizning ko'ngilingizga o'xshagan mezgillarni tirkab bilaktirib borib, onlara endi mumkinligingiz bo'lsa, ularni bir-biringizga foydash kurshlaringizga silib, yoki tog'ida joylarga sotsial chetlarga da o'rnashtirsangiz, biz rahmatli bo'lashamiz. Muhterem tomoshabinlar, kelgan qonaqlar bir necha mezgildan Esen Hajiyevning milliy ko'rsatmasini maxsus sizning uchun uyushtirilgan taqdim etishini boshlari uchun varimizda o'rinlaringizni olgansizdir deb umidlanamiz. Agarda siz hazır bo'lsangiz, qaynar olqishlar bilan bir-biringizni salomlaymiz. Öyle bir yürek
yeşerecek güllenmez. Ah ufanın dağılgan çağı, ah ufanın dağılgan çağı, tuğanlarının sağılgan çağı.
alkışlar bile gidip alağızlar. Hürmetli milletleşler, kelgen konaklar. Bu urunda o'zingizga bir sanalab qaynar alkışlar bilan yetib olingizlar. Bugün biz maxsus uyushtirilgan Laysan Hojiyevaning milliy kostyumlar taqdim etib kechasida ko'rga hammangizda bek shodmiz. Bu mezgillarni durustini aytira kerak uyushtiruvchilarga tugul, Laysan bilan birlikda zo'r to'lqinlar bilan sizda zarg'ib ketgansizlar. Albatta bunga motor kishiga azirlanganda har birimizda o'zining sonli ulushlarga kirdi. Nixon shulay deganda javobi g'odiy. Laysan Hojiyeva oldagi yillardan xatirlaganingizcha o'zining prezentatsiyalarini konsert formatida uyushtirishi birdan bir modelyer. Shunga ko'ra bizning bunga tomoshani da sizning uchun unutilmaslik motor ham milliy ruhda boshlab jibarga ruxsat etingiz. Sizni qaynar alkışlar aslında ko'p yillar Tatar estradasining populyar artistlarına kostyumlar tikishi, Qozon shaharining xalq san'ati kasbi texnik va pedagogi, musulmon modasi xalqaro konkurslar laureati, UNESCO premiyasi egasi, Yangi asr televiziya kompaniyasining milliy stil rubrikasi olib boruvchisi, Tatar kostyumi studiyasining yetakchisi, bunga o'zining milliy stil Laysan Hojiyeva degan eksklyuziv kolleksiyasini taqdim etishi modelyerni qarshi olasiz. Laysan Hojiyeva. Xayrli kech. Meni malay surishini ishlab to'lqinlanasың deb birinchi martaba tugildi. Chunki men bek to'lqinlanam. Mana bu zalda menga eng yaqin kishilar to'lashildi. Shu qo'rib bo'lishga keldilar. Barisi tag'in yo'q kelmayim, kela olmayim demadilar. Sizga baringizga da bek zo'r rahmat. O'z vaqtingizni menga bo'lib ketgan uchun. Biz kechani mana shu kolleksiya bilan boshlab yubordik. Chunki u kolleksiyaga mening ijod turmushim deb aytdim. Men ijod yo'lim shu kolleksiya bilan boshlandi. U birinchi laureat bo'ldi международный konkursda. Ham endi shuning bilan ketdi. Hozir endi bilasiz qo'yda qadar borib yetdi. Ay, mir. Bo'lish. Shunda Laysan o'zini sahnada ko'proq to'lqinlar tuta sahna ortidan qaraganda shunga ko'ra bugun endi sen azginatigida qo'shib tursang-da biz sening ko'rgazmangni shunda ko'rga bek shodmiz. Shulaymi? Bek rahmat shunday motor ko'rgazma uyushtirgan uchun. Ali yashirin motorni aliga ko'rgazma bir qadar konsert programmasi bilan urilib borashaq. Onim oldindan ko'rga hammangizni bilan bek shodmiz. Hammangizga qaragan sayin yilmayamiz, tanish yuzlar. Yashirin motorni tugul, men bu o'rinda bor edik. Sahne ortida shular Laysandan da kemrak tuguldir deb o'ylayman. Ularning to'lqinlari nek deganda haligi artistlar bunday formatda chiqish yasaganlar yo'q dedilar. E'lonlarda boringizda ko'rgansizlar. Haligi motor g'ayla duetin shoqirasim keladi. Sizning qaynar alqishlar ostida Zulfira Shaydullindan ham Olmos Mirzayanovning motor programmasi bilan shu o'rinda boshlab beramiz. Sizning qaynar alqishlar jallamaga. Assalamu alaykum. Jurnalimiz bunlarimiz bor edik. Sizlar uchun hamid albatta Laysanning borliq bu ishlamalari uchun ko'maklari uchun bo'lsin. Yollarıma şeşe bulmuştum. Üzüm
hiç kaldırmam yollar tuzağında. Yüreğine süyüydü sor. Min suyu oturmuş yazımdan. İmakulin güzel safları. Min senin şatlığını bəxtdən. Öz yarımısın yine. Min suyu oturmuş yazımdan. İmakulin güzel safları. Min senin şatlığını bəxtdən. Öz yarımısın yine. Uğrağım değindi yine canım. Çift yaprak kuluna taşlamam. Bəxet işim girdi bu dünyana. Ömür yazım yana başlanar. Min suyum kuturmuş yazımdan. İmakulin güzel safları. Yüzünün şatlığını bəxtdən. Öz yarımısın yine. Min suyu kuturmuş yazımdan. İmakulin güzel safları. Yüzünün şatlığını bəxtdən. Öz yarımısın yine. Olurlar da canım şişekler gül. Saylanlar ede saylasın. Başkalarını esenlik sonundan. Gönüllük bulup olmasın. Min suyu kurtarmış yazımdan. İmakulin güzel safları. Yüzünün şatlığını bəxtdən. Öz yarımısın yine. Min suyu kurtarmış yazımdan. İmakulin güzel safları. Min senin şatlığını bəxtdən. Öz yarımısın yine. Min senin şatlığını bəxtdən. Öz yarımısın yine. Alkışlarınız, kul şarkılarınız, ihtimalarınız için bir sürü rahmet, kendiniz gelin. Ama sizlerin Zülfira Şaydun'un iyi sayanı var. biz bugün Lesen'in tomoşasına qatnaşımda bek şadlar. Bir kıl tanış kişilerini kulübümüzge de bek şadız bugün. Rahat edip, matar edip ötkere geliyorsun bu kişini. Zor yaklar sizge. Ağlanma kaydan bekip yıllar aşağı. Bəxtime kullanıp duymayayım. Kumsani yaşlı kaynar yazın sular taşa. Ayın işte bilgen bunu öyle.
şey kalır. Batırıp bitmeli uylarına. Ey otur yaşlığın gözüne kaynamır. Kızlarga karında oynarma. Kaynam ele tuğan yağırma. Enler ondan yine sağına. Sultuyda o sevgele. Min kaymazsam günler ötese. Kaynam ele tuğan yağırma. Enler ondan yine sağına. Sultuyda o sevgele. Min kaymazsam günler ötese. Sultuyda o sevgele. Biz kaymazsak tuğanlar. Enler ötese. Zülfire Mirzayedova. Elbette bizning oilamiz isminden barliq kelgan kishilarga, qiziqsinib kelgan jurnalistlarga ham balayg'ina qiziqsinib kelgan kishilarga da rahmat aytasi keladi. Albatta sizning qiziqsinib bo'lmasa bu industriya o'smas edi ham endi albatta Leysanga da nechik deb aytib ishlarga qiziq bo'lmas edi. Bugungi kunda mana bu jir qo'ytamali tug'an yog'ima jiri bilan olib qaytsa ovullarga, tug'an yoqlarga bir nechik deb aytasi keladi. Bizning balaki shoxlardagi bir nendida yasalmalik bo'lmagan vaqtlarga deyasi keladi. Butunay bir tabiiy bo'lgan vaqtlarga. Alaysan ani o'z kiyimlari bilan olib qaytar hamma bizni da. Chunki bugungi kunda 99% xalq yasalma motorlikqa tobingan vaqtda ressamlarning qo'ldan yasalgan kartinalarına tugul nedir tizgina yasalib atgan kartinalarga ustunlik bergan chog'inda Xitoydan qaytarilgan nedir motor yaltirab turgan lekin sifatsiz ko'lmaklarga, kiyimlarga ko'proq ustunlik bergan vaqtda Leysan o'z ishini ishlab bu ishini Alloh taolo ona bergan bu talantini to'g'ri qolganına ko'ra biz ona rahmatlimiz ham endi ona shin ko'ngildan qo'l chabiq hali barchamizga. Sizning qo'ygan olqishlarınız Zülfire ham Olmaz Mirzayelovlar oilasi. Mana bunday ma'lumotli partnerlarga tugul olmazlarning bu so'zlaridan so'ng endi bizning siyosiy partiyalarga yozib chiqarib umidlanamiz. Yashar Batirın tugul endi men partnerlarga kelganman ekan, ruxsat etsangiz shu o'rinda bizning do'stlar hamshin ma'nosida partnerlar bilan tanishtirib o'tasim keladi sizning qo'ynar olqishlar ostida. En birinchisi, albatta shu Mahabbat Bino Persona model agentligi hammaning olishtirg'isiz yetakchisi Yelena Boris qizi Nurg'azizova o'g'li rahmatimizni yetkazamiz. Qozon shaharining xalq san'at kasbi texnikumi ham onun yetakchisi Ravshaniya Qiyomatdin qizi Savbanova. Zo'r rahmat sizga. Vizajist, stilist, shu yo'nalishda kurslar avtori ham o'qituvchisi, imij, makiyaj ham stil maktabi yetakchisi Evelina G'aripova. Borimizga da tonish bo'lgan go'zalim yovliqlar kibitishilari. Bla Show bayram agentlari birlashmasi ham onun olib boruvchisi. Ma'lumotli partnerlar Tatar Inform ma'lumot agentligi, Intertat elektron gazeta. Shunisidan aytib o'tishga kerak, bugun tur efirda tatarinform.tatar saytida translyatsiyalar ham endi biz 50 minutda bizni ko'pzallagan qaragan tomoshachilarga yoqimli qo'ynar salomlarimizni yo'llab qo'ydik hali. Big rahmat. Adam balasının qonunda, ya'ni DNK'sida shista tabiat tuslari yozilgan. Anlayışlı surat bilan minimal dizayn. Bular barasida hozir aktual bo'lgan tinish zavq degan konsepsiyani to'llantiradi. Yoz jay kolleksiyasida mamaqdan yetishtirilgan natural to'qimalar ham italyan ipak kullanıladi. Şu o'rinda ikinchi kolleksiyamizga ko'chamiz. U zamoncha yoz jay 2023-24 deb ataladi. Ne uchun shulay? Hozir o'zingiz javob topasiz. Gözlerinde uşak yanar.
Аныдай нақлығынан мен үзсіз қалам, қарашынан қышын таян, татарилік көгінде йылдыз болып ян. Бәлки көңілімді сүйерге ең айнар тілі, сенің турында көбірек білуге керек. Күндіздің ұласын, күндер сүйсін, жүрегім сүйге тасып,
Azur rahmat, haligi model kolleksiyalar qizlar ko'rsatuvchilarga aytingizlar, qo'ynar olqishlarini bo'laylik. Hurmatli qonaqlar, tomoshachilar, bir so'zini aytganda bugungi bayramda minnatli baxtli kishi yo'qdir. Jonlarida bosib turganda, shuning qadar yilmayib turgan qizni ko'rgach, hatto qo'y vaqt minnat tilsiz qola olam ekan. O'ylashimni aytganda, shundan da bugun sizning uchun motor programmada motor qizlarimizning eng shaplarini hatto yig'anlar. Albatta, xotin-qiz yemsiz bo'lolmaydi, bir million yuqog'ina yozmagandir endi. Kelasi artistimizlar buning shin dalili. Zavqli, motor estradasining populyar artistini chaqirasimiz kelar. Ko'p sonli konkurslar, festivallar laureati Rinata Day. Qaynar olqishlar bilan qarshi olamiz. Oh
sarışınlığı Kurumuzdan kurtuluşka Gül matır etip yaşamış etkiler Şuayı Edene şişimizde Kudayta menebinden tırmıştı Matırlarına matırını etti Ütlerle yazsın Tırmış ilerle yazsın Sineşlik mi? Tır kaşanları balıklarımız El kalmalarımız Yolun devamlı giderken İnsulan suluşun olanda Düşman silahlıktan urele Vardık yuhalma 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 sende Kalsak tuttursan yaranda Sen şirken yeşerge girgensen Andalar ardına karama Yuhalma yuhalma sende Kalsak tuttursan yaranda Sen şirken yeşerge girgensen Andalar ardına karama Andalar ardına karama Yüreklerine sırgıtırgış yarışların adı Kimse rahmet. Leysen'le de bir söz aytib bersin kile. Leysen rahmet şakırman üçün. Haminde alaverse alдағы konsert konsumlari minde de seniki bulur deb ishonib qolam. Milliy rasmlar bilan haminde milliy tegilishlar bilan. Bek zo'r rahmat olqishlarimiz uchun. Bek zo'r rahmat qildim. Tirish yo'ldan borasan. Rahmat bek zo'r olqishlarimiz uchun. Milli stil Bay Leysen Hajiyeva deb atalgan dizayn ko'rsatmasida sizga 4 ulu kolleksiya taqdim etilacak. Sizlarning birishasini ko'rdingiz edi. Shularda kelesida siz burungi kostyumlardan zamoncha yo'nalishga transformatsiya ko'rashaksiz. Har shirning stilga bo'lib aytganda, etapning boshqa turli aytganda o'zining kod so'zi bor. Tarix o'tganlar soatda. Zavq, motorlikqa umtiluv terbiyani o'zimizdan boshlaydi. Zotliliq bu bizning qonda. Milliy shin o'zimizcha. Stil o'z yuzimizni tog'ida motorroq shu. Kelasi To'qay qizlari kolleksiyasini chog'ishtira boshlar oldindan ekranga ko'z solib olamizni so'raymiz.
üçün sügən yarım, sügən yarım, birgəm minəm yaratqandan. Sinə hüsən, ələ xaban, səndə Rahmat, Halim kolleksiyada endi yapmasa hürmetli konaklar sizde o'zingizga nimdir tog'ida qiziqlari elementlarni ektirgansizdir. Chunki endi biz ko'plarimizni o'zimizda sotsial sahifalari sahna tarafidan kuzatamiz. Endi men bunda eng qiziqqani diniy qarab o'tiraman-da, kelasi kolleksiyani menga qolsa eng birinchi o'zini Laysan Hajiyedan elektirishi diniy, chunki endi e'tibor bo'laroq har vaqt oltov bormi endi senda. Subhanalloh. Mana kelasi shigish asosida Laysanning kolleksiyasidan olingan o'zlariga tiktirilgan kostyumlar 12 deb aytirga qo'shdi. Shunlab shulay ekan, yo'q ekan o'zi chiqqach turarsiz. Big motor ijodiy g'oyalarning boshini chaqirasim kelar. U da bo'lsa Oltin Bars premiyasi, Bulg'ar radiosi premiyasi, Maydon kanali ham bir ko'p boshqa premiyalar laureati Ozod Fazliyev. Erişte. Bayram biraz. Çıkmak vur, başlandı bir devri ışıraşo. Uylamadan gündegende bizlik tanışo.
Rahmet bize. Hayırlı işler isenlerimiz başarılı özellikle şadımız. Bir köp tanış yüzler mi de Allah'a şükürdük. İkinci, üydeki köpüge, oğluna bakkan köpükte alıp gitti. Üydeki köpükte, tayınlığa bakan köpükte. Varsa da var. Indi rahmet bize hürmetip kelgeniz için Şumatur Beyramga. Şınapta Leysen için burada xuddi bir Şumatur kişisi bilen de edesim kele. Indi jalayda biz jırlıyız, soqlanıp oturğuz. Motor kiyimlerge soqlanıp oturğuz aybet. Bir көңілейді бүгін кешіне истақаларықты өткерге насip болсын. Енді өзім яна шақырам тұрмыш иптешімді Алсу Фазлыеваны. Кеттік бірге. Бейсеңіз алла! Dürüst bitken türlü bitken isim gitti şulan Uzan ileri yaş vakıtlığını oradağılar Bizdekiler olay olsun gider miken Kazıları elbette bizge şeyler miken Uzan eylesin, uzan gülmesin Üzün gülmesin, üzün gülmesin Bire güle değil kıl yaşmanlar Yaşayan Yaş vakitler iki tüge şiirlikte ıspanı Kayın bulur bilen ayın ruhları Ve ayağına gitmez bu Eğer gel olsa Süyümüzleri getirir ike beyle buysa Uza divesin, uza gülmesin Üzün veresin, üzün veresin Bire gületin kıl yaşmanlar Yaşayanlar yarattı Uza divesin, uza gülmesin Üzün veresin, üzün veresin Bire gületin kıl yaşmanlar Yaşayanlar yarattı Dürüst bitken türlü bitken isim gitti şulan Uzan ileri yaş vakıtlığını oradağılar Bizdekiler olay olsun gider miken Kazılar elbette bizge şeyler miken Usta divesin, usta gülmesin Üzün veresin, üzün veresin Bire gületin kıl yaşmanlar Yaşayanlar yarattı Usta divesin, usta gülmesin Üzün veresin, üzün veresin Bire gületin kıl yaşmanlar Yaşayanlar yarattı Bire gületin kıl yaşmanlar Yaşayanlar yarattı Yaşayanlar yarattı Eyvallah. Alsu Ramazan Fazlıyevlar. Çok güzel. Teşekkür ederim. Müsaaden Leysen'e bu legimizi biraz kirgen ede Leysen Eleksene koylar, o zaman kim çatırım sana sizler? Bu podiumdan ötesi kirgen Eğlenin kilosu. Eline alkışlar sen abi, eğlenin gel. Madem bir sana koydum Var eğlendik yalan sen yapayım. Ay sen değil mi? Alsu, o zaman sizde eğlenin kilosu. Leysen bana kıstacı. Eğlenin kilosu var, şimdi min yalışmasam, eline stiller, kostümler sizden. Leysen'deki. Leysen Hacı'nın sizden kabrikta aynı, bunu işin işi alsın, şöyle mi? Beyram eşin burada. Sen olmuşlar, ilham gelip kırsın Ama paketin ikinci yamana, bu sefer ikinci yamana. Mesela biraz zaman?
Rahmat. Bizning sponsor. Ozod har vaqt menga shafqatda lekin menga g'ina tikyaman, menga g'ina tik deyib Sen Simita'nın sözünü tanımıyorsun, değil mi? Alaysa başkaları öpelerge mümkün. Koynar alkışlar, Aysel Hacıyeva. Hem de İskitkeş Matur gayret verdi. Asıl hem Azat Fazlıyevlarga koynar alkışlar. Reklama sözü yoğunlurağın iken, menin de kovattan sizni gözlerinizde ekrana yöneltesim kilaşı orunda tamam bir tapkır partnerlarımızga zor rahmetlerimizi yetkirigeler. Persona model agentliği hem onun oluşturucusu yetekçisi Yelena Boris kızı. Zor rahmet sizge. Pazar şehrining Xalq san'at kasbi texnik bo'limining yetakchisi Roshaniya Qiyometdin qizi. Vizaj stilist shu yo'nalishda kurslar avtori ham o'qituvchisi, imij makiyaj ham stil maktabi yetakchisi Evelina G'aripova. Borizlar tanish bo'lgan go'zalim yovliqlar kibidi shiltari. Ham onun yetakchisi go'zalimga qo'ynar alqishlar o'zi shu zalda ko'rgach yuraklar tip-tip tiba boshladi. Qo'ynar alqishlaringizni bilan yetkazar go'zalimga ayrim. Bulardan show bayram agentlari birlashmasi. Ma'lumotli partnerlar Tatar Inform ham Interdat elektron gazeti. Zo'r rahmat sizga. Yana da bir eskartirga kerak, haligi motor translyatsiya oxirina qadar endi turdan tura bizning endi shu zalga elega olmagan millatdoshlarimizga ko'rsatiladi. Zo'r rahmat sizga. Ko'ngillarga sog'ish solab kuzlar da yetgan ekan. Quyi o'rmon ustlarindan sorisin sibib o'tgan. Biroz jiplaridan urib qo'ygan yetmasin. Shu qo'zg'atmasin ana shu. Bu motorlik bitmesin. Kız o motorlukni tuyup ko'ra bilishlar uchun. Dürüstroq aytsak, kızning da o'zining motorligi ko'ra bilirga kerak. Mo'l o'ngishlar bilan bir ratdan garderobni yo'martib olirga mumkinlik bera turgan yilning bir fasli deyar edim men. Zamancha Jay kuz 2023-24 deb isimlangan kolleksiyalarda natural tweed, ya'ni yilli to'qma, sharik ham turk sifatlari bilan kostyum materialidan qo'llanib ishlanilgan, kundalikda kiya turgan zamancha lekin stillashtirilgan o'rnaklar ko'rasiz. Qurayda xalqaro konkurslar, festivallar
variantı. Kanalda muzikant Neysen Gereyeva. Neysen Gereyeva. Gil gil gil, hadi yuvama verim.
kolleksiyamızda Jeyköz 23-24 Koynar olmuşlar bilen kuvvetlemadığınız hali. Jeyköz 23-24 kolleksiyasına zor rahmet. Ko'p yıllar Totlar istirasının popüler artistlarına kostyumlar tigişi Leysen Hajiyev turunda bulay deb aytırga bo'ladi. Kishini kiyim bizemi, Leysen Hajiyeva kiyimlerini bizi ham stillashtirdilar. Kolleksiyada o'xshagan o'rnak tigilishlar, kostyumlar bo'lsa, shulay so'rov murojaatlar, tilaklaringiz yong'iratasınız kelsa, bizning endi kechamizning rasmiy ulushi tamomlangach, Leysen Hajiyevaning o'zining yonida borib, aytirga, quchoqlarga o'zimiz aytmıştık, Peterga hatta bo'ladi. Sizning qo'ynar olqishlar ostida shu o'rinda Boydining qarshi yog'idan qo'ynar olqishlar bilan birgalab qarshi olaylik. Qozon shaharining xalq san'at kasbi va texnikumi pedagogi, musulmon modasi xalqaro konkurslari laureati, UNESCO premiyasi egasi, Yona G'asr televideniye kompaniyasi Milliy stil rubrikasining olib boruvchisi, Tatar kostyumi studiyasining yetakchisi, bugun o'zini maxsus sizning uchun Milliy stil by Leysen Hajiyeva degan eksklyuziv kolleksiyasini taqdim etuvchi modelyer Leysen Hajiyeva. Leysen birozgina to'lqinlaring bosilgandir, endi hozir aytilib bitmagan so'zlaringni yetkarsang bo'ladi. Yo'q, to'lqinlarim bosilmadi. Shular baribir. So'zlari yo'q. Ammo lekin meni bilasizmi? Siz baribir bilasiz, endi televideniye kishilari, san'at kishilari endi bu og'ir ish. Mana shu kechani o'tkazilishini 60 ga yaqin kishi ishladi. Biz bir ko'p. Ammo lekin mana shu 60 kishi orasida bir necha kishi bor. Men ularga bir zo'r rahmatlar. Birinchidan bu Elbaysini modellarga super soni. Biz anaqalarda 10 yil ana tugul ko'proq ishlaymiz. Har vaqt men ana shu tarafdan men berishim takta desam, всегда за. Ana tag'in bor bir kishi Leysenni ismini ko'rmayman. U ikkinchi bildi bu ideya turida. U menga aytdi, men sening bilan ayda birga ishlaymiz dedi. Tag'in bor kishilar, ular Bayteni video fronti degan u mening oila. Men ularga bek rahmatli. Erimni aytib turman endi uni. Kirval olishim o'tiradi birashgirdi. Mening bolalar bor. Ularga men bek rahmatli. Mening qizim bor. U har vaqt kichkina shog'indan boshlab podiumda yurdi. So'ngan endi zo'r o'sdi, ammo qiziq bo'lmadi. Baribir mening bilan sahna ortida yuri. Bo'lishab bar motorlarni o'zishladi. Men ularga bek rahmatli. Qizlar, bizni yaratgan So'ngan bizning komandada men shulay deb ayta olam, bizning komandada bir yangi kishi bor. Ruscha aytmishli, я его сама себе родила. U mening administrator, mening o'g'lim. Butun narsani u ishladi, butun mening jilag'anlarni, kulganlarni amaralakdi. Butunisini amaralakdi. O'g'lim, men seni yarataman. Ham endi siz meni bilasiz, men energetik kishi, shunday energichniy
yasadım, ettim, yasadım, işledim. Benden de hocarak kişi var idi. Günler boyu bana yazdı. Eyde bulay işlik, eyde tigile işlik. Yok bana bulay matur bulayım. O rejissör hem ssenarist bana şu kişi. Leysen, senin indi matırlıkka ıhtılığın әлі қайдан көрініп тұра, сені өзіңе де шылай матырлықны тартып тұрасың. Бүгін міне қонақ тұрабыз, қонақтар, тамашашылар арасында ғана түгіл, артистлар арасында нендей оқыларын, олық ұрышларының да нендейлеріне шақырғансың бе сен. Яшының батырын түгіл, сиңа да рәхмәт әйтер шақ жетті, чөнки бірнеше қонақ келіп, Илмир шешеклеріне беріп, микрофонын да бізге mümkün miken diyenler min bilmeyim üzerine nerse eğitirge dilirler. Lakin şolay da kimlerin hazırlaysan yanına kilip eğitirge tilekleriniz, birisi çeşekleriniz olsa rahim etingizler, uyalmağızlar. Kaynar alkışlar da sizden karşılarga biz büyük şartmaz. Etingizleri baştan şiirliğizler, kursinler elimizden internet arkalı karavuşlarla barımızda şiirliğizler kimlerine şakası geliyor. Haydi kızlar, rahim etiniz. Hadi kuşaklarına hoş buldunuz. Kilik zafkarak, haydi kızlar, orta basıyor. Bunda bizden indi barasındalar. Kuresi kile matır sözleri. Kendilerin haminde şu şuurunda administratör malayım şeşeklerini tuttursa. Resensinin müziğine ezerek olgarak şakrasımız kile hem söz eğitirge türeşler var. Hayırlı kış hürmetli dostlar. Şundan da bizden Kazan Halk Sanat Hünerler Teknikumi şunday ailemizde Zuf şarkısını bilen işlevimizde büyük şart. Çünkü deysen Abdülhanım'la bilen, Abdülbarım'la bilen yafalandım indi birisi kabinda Abdülbarım'la bilen tutamda deysen Abdülhanım'la şulaydı. Onun bütün sımızkıları montajı verim. Bu alayda deysen şundan da büyük bir şakirtler oturan. Basıp kurdunuz elin. Biz onun studentlara bir kontrol koleksiya işlep çıktılar bu yıl. Şundan da bizim bugün buna ücret kurdunuz. Devlet Sovetinde bizden reisimiz çıkış yasadı. Hem elbette so'nggi vaqtda o'zimizning Tatar xalqining zavqli kiyimini, onun xalq san'ati hunarlarini, onun xalqina shunday motor so'zlar yetkazdi. Albatta, agarda biz bugun mana shu o'zimizning dizaynerlarimizni yetaklab bormasak, ularga yo'l bermasak, yordam etmasak, bizning bunda keragimizda yo'q bo'ladi. Shuning uchun eng ixlos ko'ngildan rahmatimni aytazim kelar. Bizning texnik vakili o'sha o'zingizning bilimimizni studentlarimizga bergan ishim. Ham ular o'zlarining studiyalarda ishlaganlar bilan sekindan o'zlarining sizning davom etishlar ishingizdan. Buyuk rahmat oilangizga, atiyaningiz sog' salomat. Bolalaringiz har vaqtda sizga yordam etib turadi. Kelajakda da shulay motor etib birga yasharga ham o'zimizning Tatar xalqining zavqligini ko'rsatib olg'a boraman. Mana bunday endi bizning xalq ismidan, texnikum ismidan yozilgan xatlar, anda paketda men Belarusdan bir ko'chtanesh topib ketdim, ularning san'atida biz o'zimizning tatorligimiz bilan gururlanishga tegish. Hali mana tatar kunlari o'tkazib qo'ydik Belarusda. Mana men samolyotdan chiqdim, bunda sinib qoldim ishmiyonga. Shundan da motor xalqmiz. Tatar xalqi o'zining kiyimindən də, o'zining zavqligindən də uyalmasın edi. Ko'rsatsinlar edi. Bu bitmene bir elementlarni kiyib chiqsak da biz o'zimizning xalqqa zo'r xizmat ko'rsatamiz. Bütün Tataristonning endi artistlari bor, sening endi Umar kolleksiya kiyishlar da bor. Uni shahar kolleksiya bilan kiydilar. Shundan da zo'r ish buni giroylarına buldurlar. Sen bizning boyangisi zo'r giroyimiz. Rahmat. Hamsında xalq isminden degeç meni deb kelib ana shunlab da xalq Tatariston Respublikasining xalq stilisti degan shunday bir isim
Biremiz mızınarlı? Rıksat etseniz indi başka aytırgan tilövçiler bulmasa, Leysen senin isimden bütün kelgan qonaqlarga zo'r rahmatlarni yetkirib, endi shu matur kishamizni Leysen Bay Hajiyeva, durust aytganmi ismini? Milliy stil Bay Leysen Hajiyeva deb isimlangan matur kishining rasmiy ilishi demam. Zo'r rahmat hammangizga kelganingiz, bo'lganingiz uchun birga bo'ling. Biz borib qolganlarga marhamat deyish. Kimlarning tilagi bor shu o'rinda Leysenning o'zini tilaktirib, boringizlar foto sonida chaqirib qolamiz. Zo'r rahmat, eson sog'lik, esanlikdan ayirmasin.